Xudo xolasa Toshkentga borishim bilan o'zim telefon qilib qo'yaman sizga dedi. Endi kechki reys ekan, 2 ga ko'chirilibdi. Rossiyaga uchadigan samolyotim. Borishim bilan Rossiyaga ham Xudo xolasa Telegramdan o'zingizga yozib qo'yaman. Ha, mayli, o'g'lim, Alloh panohiga. Eson-omon yetib ol. O'zingni ehtiyot qil, vaqtida ovqatlan. Har kun kechqurun telefon qilib tur. Mayli, o'g'lim. Dada. Sog' bo'l. Xo'p, dada. Siz ham ayam bilan siqilmay o'tiringlar. Mendan xavotir olmanglar. Bo'p, yaxshi yetib ol. Yaxshi o'tiringlar. Ha. Menga qara. Buni taxtdan olib qo'ygandan keyin buni hamma g'ishlarni olib 3-etajga olib chiqib qo'y. Kelganimdan basi ish buyurib izvording. Kimsan sen? Sen ham menga o'xshagan ishchisan. O'zing toshig'ishlar, qalay tushunding? Tushunmadim. Nima deyapsan? Tiling chiqib qolibmi? Balki? Nima bo'lyapti? Dini buzib berma. Ol qo'ling. Nima bo'lyapti? Kelinglar, bitta joydan bo'lib turib, bir-biringni go'shting deysanlar. Men bilan hali boshqacha gaplashaman. Luboy payt gaplashaman sen bilan. Mendan uzoq ket qayg'u. Asadbek! 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 Rossiya nomer. Asad boshqa nomerdan qilyaptimi? Алло. Да? Что? Я не понял. Asadbek. Ya xormen Nodirjon. Ahad aka, kesinlar. Uyingizga bir-ikki marta kirgandim, yo'q ekansiz. Shuning uchun do'kongizga kelib qo'ya qoldim iltimos bilan. Nima iltimos ekan Ahad aka? Ha, bu joyda jinday noqulay edi aytgani. Ha, bo'ldi, yuring bo'lsam ichkariga kiraylik. Qani o'tiring bo'lmasa aka. Tinchlik, xotirjamlik. Alloh. Xullas, xabaringiz bor. O'g'lim Asadbek Rossiyaga ishlagan ketyapti. Bandachilik ekan, o'sha omonatini topshirib qo'ydi. Endi O'zbekistonga olib kelib ishatga qo'ymoqchiman. Rasxotiga ancha pul ketar ekan. To'g'risi yonimda meni uncha pul yo'q. Shunga sizdan iltimos qilib pul so'ragan keladi. Imkoningiz bo'lsa berib tursiz, ishlab qaytaraman o'sha pulingizni. O'g'limni olib kelib olay. To'g'risi aka, bitta joydan joy olgandim, do'konimni ikkita qilyapman aka. Hamma pulimni оборотga sarflab qo'ydim. O'zingiz bilasiz, keliningizga yaqinda mashina podarka qildim. O'zi zo'rg'a amallab eplab yuribman 3ma3. Ha bir 2-3 oy sabr qilib tursangiz, mayli berib turaveraman aka. Lekin to'g'ri tushunasiz, hozir bera olmayman. 2-3 oy. 2-3 oy o'g'lim kutib tura olmaydi. Mayli, xijolat bo'lmang. Boshqa joydan tovarman. Qani aka, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Meni ham klientlarim kutib qoldi, ishlarim ko'p edi. Hurmatli obunachilar, akamizning o'g'illari Rossiyada vafot etib qolishibdi. Saxovatpesha insonlardan yordam so'raymiz. Ekrandagi karta raqamlariga ehson qilsalaring, akamiz O'zbekistonga o'g'illarini qaytarib olib kelib olishadi. Ha, aka, bu videoni qachon joylab yuborasiz? Bugun montaj qilib, ertaga joylab yuboraman. Ha, yaxshi. Aka, $200 basi $100 pul tovdim. Shu bo'ladimi?
aka o'zi $500 reklamani $200 ga tushirib bergan bo'lsam, shuni vaqtroq aytmaysizmi? Ha bu $100 meni kelib ketishimga ham arzimaydi-yu. Ha. Bo'lmasam nima qilaylik? Hamda qilaylik demasam, plastiga pul tushadi-yu. O'shandan qolgan $100 qilib beraman. Buni olib turavering. Bo'pti bering. Rahmat aka. Bo'pti, sog' bo'ling. Alo. Assalomu alaykum, amaki, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, ehsonimiz bor edi. O'shanga plastikka pul tashab turdik. Sizga hozir shunday kod boradi, shuni kodini aytib olasizmi? Bo'ldi-da. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tashlavering. Hozir. 43-74 ekan. 43 74. Bo'ldi, amaki tushdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ha. Bo'ldi, amaki, sog' bo'lasiz. Bu 24.800.000. Nariman, umuman. Nariman. Kartangizdan barcha mablag'lar yechildi. Qanday yechiladi? Ha? Telefon ochiq. Televizorda ko'rdim. Kartadan pulga javob turadi. Allah cezayını versin. Sonra kadar Allah cezayını versin. Allah cezayını versin. Allah cezayını versin. 25 milyonca pul var idi. Oğlum. Oğlum olib kelish uchun edi shuncha pul. O'shirib qo'ydi. Allah jazoni bersin. Boy, zo'r chiqibdi oyli. Ha, men chiqibdi. 700 ni uydalar jo'natib yuborsa, 300 rasxatga yetadi. Balla 1 minut. Oyliklarni ham oldik-a, balla. Asadbekni dadasi O'zbekistonga olib ketish uchun pul qidirib yuribdi-kan, qiynalib. O'shanga qo'llaridan kelsa $200mi, $300mi yordam qilib jo'natib yuboraylik. Xabarimiz yo'q edi, olib ketishgan yo'qmidi? Yo'q, hali olib ketishgan yo'q. Qancha ketar ekan o'zi? $4,000 pul ketar ekan. Mana aka mendan 500. Aka, 500. Balla baraka topinglar. Rahmat. 200 ni ham oling mana mendan. Baraka toping, rahmat. Mayli. Ha. Asadbekka yaxshi bo'lmadi, davom alaykum. Nimasini aytasiz? Yaxshi bala edi lekin. Joy jannatda biz. Ya Allah. Farzando oxir bo'larkan. Aziz bo'lgan bu boshi bevaqt tuproq ko'rmasin. Ota-onadan oldin farzand zoti o'lmasin. Chimildiqni ko'rmasdan barvaqt nobud bo'lmasin. Zurriyodi qolmasdan sham chirog'i o'chmasin. Bir guli ochilmasdan chamanzori so'lmasin. Ota-onadan oldin farzand zoti o'lmasin. Duo qilar farzandim, bolam ortimda qolsin. Ko'tarib tobutimni yelkasida olib borsin. Ziyorat qilib qabrim duolarin yuborsin. Ota-onadan oldin farzand zoti o'lmasin.